Chorsu Qoratoshdan 5 xonali kvartirani arzon narxda ko'rsataman. 3-qavatda joylashgan 102 kvadrat metr. Podyezddan shunday kirib kelasiz. Bu yoqga ham stroyniy mebel qilingan kattagina prixoshka ko'rasizlar. O'ng tarafda eshik, hojatxonasi alohida. Yonida yuvinish xonasi. Razmerlariga e'tibor beramiz. Kattagina keng qilib tashab ketilgan, stroyniy mebelli qilingan. Bu yoqdan boshlab ko'rsating. Mehmonxona, ikkitalab deraza romlari juda akkuratli holatda turibdi. Konditsionerlarigacha tayyor holatda. Yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, родительский spalni. Yurib kelarkanmiz, mana buni xol qilib yorishgan. Televizorlargacha tayyor. Bu yoqda ham stroyniy mebel. Yurib kelarkanmiz, to'g'rida konditsioner. O'ng tarafdagi xonani ko'rsataman. Yana bitta yotoqxona, deraza romlari bor. Ko'rasizlarmi? Shuna yurib kelarkanmiz, oshxona, gaz plitalari, холодильник. Plita domda tabiiy gaz bo'lmaydi, bilasizlar, plitali bo'ladi. Yurib kelarkanmiz, bu oxirgi xonamiz. 5 ta xona, 3-qavat, 12 qavatli domimizning 3-qavatida joylashgan 102 kvadrat, narxi $119,000. Egalar nomeri описаниеda bo'ladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalda.